Assalomu alaykum YouTube kanalim a'zolari, barchalaringizga Prezident bobomizga shuni yo'llamoqchimanki, manaki 10 yildan beri Ko'xtan qatnovdagi trassalarda vobshe yo'llar buzuq. Yana bir joylarni, videolarini ko'rsatamiz. Vobshe buzilganda qaramaydi. Tepaga chiqib olgan amaldorlar nima qilyapti? Pulni o'zlari yeb ketyapti. Hech kim bilmaydi. Manaki yo'lni qarang, mashinalarni qarang qanday yo'l. Yangi olgan mashinalaringiz bir kunga ham qolmay rasvos chiqib ketadi. Mana xalq bechoralar mashinaga osinmi, zapchas qo'ysinmi, oilasini boqsinmi bilmayman. Ko'xtan yo'llari yangi mashinalar dabdalasi chiqib yuribdi. Manaki Damas kelyapti. Hurmatli obunachilar, Damas sekinlik bilan kelyapti. Buzuq yo'llar. Bu yo'llarga faqat bitta Cobalt bardosh bermasa boshqa mashinalar yo'q. Chang chiqib kelyapti. Shu ham yo'lmi? Xalq bankiniki. Hozir bechora shofyorlar mana yerdan o'zini yo'ldan yurmaydi-da, tepalikdan, adirlikdan yo'l qilib olganda. Temir joylardan. Mana adirlikdan yo'l qilib. O'zini yo'lda yura olmaydi. Bitta ham mashina mana o'zini yo'lda, lekin bu yoqda yo'l qilib olgan. Nima deyish kerak? Prezident yana kimga uchrashish kerak? Sal bir gapni gapirsa chiqarsa qamaysizlar. Nima qilish kerak? Ya blogerlar qamalib ketirish kerakmi? Manaki yo'llarga o'ynalanmoqda. 5 yildan beri sozlangan o'g'damon shu yo'llar. 5 yildan beri. Boyagidek videoda ko'rsatib o'tirgan furolarimiz yuryapti. Yuk mashinalarimiz tonna yuklar rasvosini chiqarib tashyapti. Rassadagi yo'llarni qilishdan oldin ostiga plita to'shaydi. Bu yerda plita emas, mayli asfaltini qilib bersin bo'ldi. Tekslab bersin bo'ldi. Bu 2-3 yo'l qilib beringlar desa kuchi yetmaydi. Davlatning o'zini kuchi yetmaydi. Lekin manaki yana yuk mashina kelyapti. Mana yo'lda ahvolni qaranglar. Yo'lda ahvolni. Manaki mana shunday yuk mashinalar o'tyapti, sement zavodiga, marmar zavodiga, rasvosin manaki yo'lni qaranglar-da. Kim bilar bu yerga Mers BMW bilan kirsa 2 kunda rasvosi chiqsa kerak. Yangi olgan mashinalar ham dabdalasi chiqadi. Bunday